Zimniy archa. Buni archa sotadigan klientimiz aytib ketdi. Quyoshli joyga ekiladigan bo'lsa, mana oqlari yana ham chiqib, archa xuddaligi qorni qishda anaqasini berib turadigan darajagacha boradi, oqaradi bu archa dedi. Qishda sovuqqa chidaydigan narsa ekan. Narxi 80 ming so'm. Buni hozir xili ko'p ko'rsatib o'tib ketamiz. Xuddi sal boshqacharog'i. Bu 70 ming yoki 60 ming bo'lishi kerak. Aniq narxi Telegram kanalida hozir esimdan chiqib qoldi. Bu ham quyoshga ekila oladiganidan. 130 ming so'mdan mana shunaqa yer bag'irlab o'sadigan shunaqa holatdagisi kelgan. Yonboshmacha o'sib aylanib ketadigani 130 ming so'm. Xuddi shuni Kloydagi varianti 60 ming so'm. Figura kerak deganlar mononosa yutadi. Menga kichkina bo'lsa ham peshnili kerak degani mononosa yutadi. 60 ming so'm. Xuddi shuni figurnisi emas bu. Sal boshqacharoq ekan. Xuddi ashunga o'xshab ketadigan varianti bu. 140 ming atrofida ana narx Telegram kanalida esimizdan chiqib qoldi bu. Mana bu uzun bo'lib o'sadiganmi, yer bag'irlab bu ham yonboshmachaga o'sadigani. Archalar assortimenti shu. Eng yaxshisi o'zimga ham yoqqani mashinasi bo'ldi. Oppoqqina bo'ladi.